Bu tomoniga ham, bu tomoniga ham ko'chamiz 28500 ga kvartira narxiga. Bu tomoni Marg'ilon Pet kollejdan chiqasiz, bu tomoni Marg'ilon Sutli ko'chasi Domda oldindan chiqargansiz. Uyda oldida 1 sotik yeri bor. Olganga sotiga o'sha mancha qo'shib olsa, agarot qilib olsa bo'ladi. Uyimiz metdan bo'linadi. Ikkita uyimiz yarmi mana shu turgan joyimdan bitta devor uriladi, bu tomonni olaverasizlar. Aytganimizdek, skvaznoyda bu tomondan ham ko'cha qilsangiz bo'ladi, narigi tomondan ham 4 xona uyimiz bor. 4 xona uyda kelib ko'rsalar ham bo'laveradi. Xo'p, maytda bitta bir xona 7 metrli mehmonxonamiz bor. Batda gazi, suvi, sveti, kanalizatsiyasi hamma yo'g'i bor. Shaharda markazida ham bo'ladi. Oldi tomonda parkovka uchun katta zilam kiradigan qurilish qilsalar, narigi tomondan bemalol kelaveradi. Uylarni ko'ryapsizlar, tashqarisidan xotirjam, masalan, agarot qilsangiz, agarot hamma yo'g'i bor ekan. Pastki raqamlar barakaga mana shu joylarni ko'rsatavering, joylarni ko'rsatib olaverasiz. Men gapiraveraman, odamlar ko'raveradi. Joyni holati yaxshi, yashab tursa bo'ladi, keyinchalik pul bo'lganda buzib turib qurilish qilib olsangiz bo'ladi. Pastki raqamlarga telefon qilasizlar. 28500 ga baraka qilamiz. Ichkarida sanuzel hamma yo'qlari bor ekan. Agar pastki raqamlarga telefon qilsalar, o'zimiz olib kelib ko'rsatamiz. Manetdan katta mashina sig'maydi. Bu tomondan endi velosiped, piyoda kirsa bo'ladi. Pet kolleji ko'chasi. Damas o'tarkan, samigilamli bu tomondan chiqsa bo'laveradi. Telefon qilinglar, baraka qilib olamiz.